o'sha 5000 so'mlik hostalar ham yetib keldi. Shuncha o'simlikni qayerdan olib kelyapsizlar? Rostdan ham to'g'ridan-to'g'ri Xitoydanmi? 5000 so'mlik hostalar rostdan bormi? Bugun shu savollarning javobini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Nihoyat kutilgan yuklarimiz yetib keldi. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz olib kelgan furalar to'la gullar va manzarali o'simliklar. Biz oddiy bozor yoki do'kondan olmaymiz. Har bir o'simlikni Xitoydagi bazamizga oldindan buyurtma berib tayyorlatamiz va birinchi qo'l bo'lib olib kelamiz. Buning ortida esa katta ishonch, mehnat va uzoq kutilgan jarayon yotadi. Har bir nihol shunchaki tanlanmaydi. Uning sifati, sog'lomligi va kelajakda bog'ingizda qanday ochilishini ham o'ylaymiz. Sizlar kutgan bog' gullari, klematislar, fatiniyalar, gortenziyalar, geyxera va hostalar, indiskiy sirenlar va yana ko'plab noyob navlar. Eng qizig'i, ko'pchilik ishonmagan, internetni portlatgan o'sha 5000 so'mlik hostalarimiz ham yetib keldi. Agar sahifamizda mehmon bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling, chunki eng qiziqarlilari hali oldinda.